Jabal Uhud tog'i deyiladi. Islomda ikkinchi katta urush. Kamonchilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning aytgan temasdan tushib ketishdi. Xolid ibn Valid qaraydi, bu yerda demak kamonchilar tushyapti, arqadan katta tog'ning orqasidan kelib zarba beradi. Itoatsizlik bu juda katta narsa olib keladi bu. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda ham o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoid bo'lganlar, o'sha kishi itoat qilinmaganligi uchun Alloh taolo uqubat berdi. O'sha sahobiylar itoat qilmasliklari uchun nima bo'ldi arqadan ozini yer. Chunki ba'zilarni minkum man yurid dunya va minkum man yurid axira. Sahobiy ikromlar Makkadan Madinaga hijrat qilib ketganda hamma narsasini tashlab kelgan ekan. Yusabbitullohu allazi amil qawli sabit fil hayatid dunya. Alloh taolo aytadiki, dunyoda insonlarni qalblari, tillari Alloh, Rasul iymon keltirgan bo'lsa, qabrda ham sobit qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum ahli diyar minal mu'minin val muslimin inshaalloh nahnu lalahiqun. Nas'alullohna va lakum afiya. Ey diyor ahllari, ey qabriston ahllari, Allohning sizga salomi bo'lsin. Albatta bir kun biz ham orqadan kelamiz. Yaqinda biz ham boramiz shu joyga. Albatta Alloh taolo sizlarga ham bizga ham ofiyat bo'lsin deydi.